O'zbekiston MMA tarixidagi eng katta jang oqshomiga juda ham oz qoldi. 25-yil kuni Abu Dabida navbatdagi UFC turnirida ikki o'zbekistonlik jangchi turnirni boshqaradi. Bunaqasi hali bo'lmagan. Shuningdek, ushbu kechada Osiyo chempioni chechenistonlik Abubakar Vagayev UFC debyutida dog'istonlik Saygit Dizahmayevga qarshi jang qiladi. UFCga shov-shuvli tarzda kirib kelgan Muay Thai bo'yicha ikki karra jahon chempioni Magomed Zaynukov 10-0 rekordga ega Damian Rezipeskiga qarshi professional model bo'lgan va brutal nokautlar qayd etayotgan chechen Islam Julatov Valentin Jurmenga qarshi co-main eventda UFC'da 2-0 statistika bilan kelayotgan atletik tanaga ega juda ham tezkor va og'ir zarba egasi Ramazan Temirov tanaffusdan qaytdi. Bu uning qarshisida reytingda 10-raqamli Steve Ersey. Kechaning asosiy jangida sobiq chempion reytingda 1-raqamli jangchi dog'istonlik Magomed Ankalayev o'zbekistonlik noodatiy jang uslubiga ega dahshatli nokautlar sohibi Bogdan Sarevich Gutskovga qarshi jang qiladi. Barcha janglarni bizning Telegram kanalimiz orqali jonli Yanada ko'proq xabarlarni bilish uchun Face to Face kanaliga obuna bo'ling.